Salom. Hozir sizga Telegram botni qanday yaratish va uni BotPlace ga ulashni ko'rsataman. Dastlab Telegramga kiramiz va BotPhaser orqali yangi bot yaratamiz. Menyu tugmasiga bosib, New botni bosamiz. Botga nom beramiz. Xohlagan nomingizni bersangiz bo'ladi, lekin hozir esa test deya nom beraman. Username tanlaymiz va oldiga bot deya so'zni yozib qo'yishimiz kerak, bu shart. Username tanlaganimizdan keyin API tokenini olamiz. Endi BotPlace platformasiga o'tamiz. Bu yerda yangi bot yaratamiz. Unga nom beramiz. Create chatbotni bosib. Bu nom faqatgina BotPlace platformasida ko'rinadi. So'ngra Messenger tanlash bo'limida Telegramni tanlaymiz. Nega Telegram? Chunki biz aynan Telegram orqali foydalanuvchilar bilan muloqot qilamiz. Keyin avval olgan API kodimizni shu yerga joylaymiz. Save ni bosib saqlanib qilib olamiz. Va bu yerdan chiqib ketsak ham bo'ladi. Shu bilan bot ulandi. BotPlace avtomatik tarzda sizga ba'zi asosiy buyruqlarni beradi. Masalan, start buyrug'i bilan hello degan SMS ni yuboradi. Endi botni test qilib ko'rishingiz mumkin va boshqa buyruqlar ham qo'shishingiz mumkin. Bu uchun BotPhaserga o'tib, shu sahifaga o'tamiz. Bu yerda startni bossak, boyagi blokimiz ishga tushadi va bizga "Hi, I am Watson" degan сообщениeni yuboradi. Agar yana hello ni bosadigan bo'lsak, xuddi shu SMS ni qaytaradi. Nimaga? Chunki bizda faqatgina bitta blok bor. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi darsda buyruqlar va logika qo'shishni ko'rsatamiz.